iPhone 16 Pro Max telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumotim manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoq xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareyka sig'imi 4685 ming mAh litium ionli lilon batareykalar tizimi mavjud. 30 vatt quvvatlagich talab qiladi. 30-35 vatt dan kam bo'lgan quvvatlagich yuklash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareykasini tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud, 15 vatt talab qiladi. Tezkor quvvatlash tizimi ham mavjud. 46% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 57 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 14 soat 34 daqiqa. Videolar tomosha qilishda 22 soat 1 daqiqa. O'yinlar o'ynaganda 7 soat 12 daqiqa, kutish rejimida 163 soat, umumiy avtonomik holatida esa 35 soat 1 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.